Ismingiz nima? Jo'rabek. Jo'rabek aka, faqat haqiqatni gapiraman deb ximir tusiga qo'lingizni qo'ying. Bo'ldi gap bo'ldi. He, nima bo'ldi o'zi? Gemoroy bordi, shu bezovta qilardi. Qanday qilib bezovta? Chunki men bilmayman-da qanday qilib bezovta qiladi. Og'riq bor edi. Katta odobga borganda Katta hojatga chiqqan og'riq. og'riq bor. Demak, ichki gemoroymi? Shunday ichki gemoroy bo'lganda. Keyinchi? Og'riq bor edi. Keyin shu bilan og'aynim, oshnamni nimasini ko'rib qoldim. Siz bilan videosini. Demak siz videoda ko'rgansiz, bizlar gemoroyda mana yaxshi bo'lib ketdi deb. Oshnangiz kim bo'ldi? Oshnam. Birga yuramiz. Keyin telefon qildim, videoni ko'rdim. Haqiqatan hammi deb, mana deb, qayerdasiz? Keyin ko'rishib gaplashdik. Shunday dedi. Oshna dedi. Nimani taklif qildi? Shu xemirni taklif qildi. Shu bilan endi baribir davo topmasak bo'lmaydi, cheris eshitardim. Gemoroydan rak bo'libdi, o'libdi deb hayron qolib nima qilarim? Keyin oshnam bilan yaqindan gaplashdim, haqiqatan hammi deb. Mana shu Rostini gapirdimi? Rostini aytdi, shunday dedi. Keyin men aytdim, bo'lmasa men ham bir pachka zakaz qilayin dedim. Bir pachka zakaz qilib, choylarni ichib nima qildim, o'zgarish bormi dedi. Hali paka nima qilgan? Shu 15-chi, 16-chi, 17-chilardan keyin, 16-15 kunlardan keyin ta'sir qilib boshlaganini o'zim sezdim. 15 kundan keyin уже ta'sir qilgan. Bu endi 2 haftadan keyin ta'sir qilib. 2 haftadan keyin. Вообще hozir katta hojatga bemalol o'tiryapsiz. Bemalol. Damlamasi ham zo'r ekan. Spokойni bo'ldingizmi? Spokойni, вообще. Rostini ayting. Pulingizga achildingizmi, achinmadingizmi? Yo'q, umuman pulimga achinmadim. Rozisiz? Mingdan ming roziman. Joningiz sog' bo'lsin. Ishlab chiqarganga ham, Joningiz sog'. Joningiz sog' bo'lsin. rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Rozi. Efirimiz ham tugadi.